Bolalar ota-onasidan chiqishmay qolishiga 3 ta sabab bor. Birinchisi, bola yoshligida ota-onasi bilan deyarli vaqt o'tkazmagan. Ya'ni ota-onasi birga o'ynamagan, sirasi bola tug'ilishi bilan undoq qarab bog'chaga berib yuborishgan, bog'chadan o'qishga berib yuborishgan. Ya'ni kun davomida har kuni ota-ona bilan birga o'tirib suhbat qilmagan. Unaqa bolalarda ota-onadan uzoqlik paydo bo'lish boshlaydi. Undan keyin bunaqa bolalarga o'zi ota-onalar ota-ona emas, kak ta'minotchi rolda bo'lib qoldi. Bu ikkinchi sabab. Ota-ona farzandiga ta'minotchi rolda bo'lishi kerak emas. Ta'minot samo собой uni majburiyati. Undan tashqari bola bilan birgalikda vaqt o'tkazish kerak. Bir kunda kamida 15-20 minut bola bilan o'tirib o'ynab, gaplashib, uni gapini eshitish kerak. Uchinchisiga keladigan bo'lsa, farzandi nimadir ishni xalta qilib qo'yadi. Ota-ona nimaga u ishni yomon qilgani, ya'ni xalta qilganini surishtirib, qarab o'tirmasdan bolani tapira-tupur urishib tashlaydi. Sen o'zi qanaqa bolasan, bitta ishni eplay olaysanmi, hamma yoqni xalta qilyapsan, urishib tashlaydi. Shunaqa holat qilmasin. Unaqa narsani iloji boricha qilmaslik kerak bo'ladi. O'shaning uchun bolalaringlar yoshligida, halitdan, ya'ni kichkina bolaligida tayyor turinglar, bolalarga vaqt ajratishga, uni ko'proq eshitishga va nimadir ish xato qilsa, oldin o'tirib ichki xotirjamlik o'zingizga xotirjam qilib olib, keyin bolangizga sekin asta tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Farzand tarbiyasi haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying.